ahvolimiz? Yaxshi, rahmat. Voy, bugun bekli xiyolchan ko'rinsizga. Voy, shu qarang, oqshom ukamning do'sti bilan topshiriq ishlagil kelibdi ekan uyga. Ikkisi shundoq ko'ngil qo'yib topshiriq ishlayotganda qilgan. Bir chog'da eshikning oldidan o'tib ketib olsam, o'qituvchilarning gapini qilish qiltiribdi. Tuyuqsizlar anglab qoldim degan, shuni qarsam ikkisi shundoq qizg'in muloyizaga tushib ketdi. O'zimni bir xil bo'lib ketdim, bir o'qituvchi bo'lish sifatim bilan o'quvchilarning o'qituvchilarga bo'lgan fikrini anglab, jiq narsalarni bilib oldim deb o'ylayman. To'g'ri deysiz. O'quvchilarning o'qituvchilar haqida degan gaplari haqiqatan bir o'qituvchi uchun shundoq muhim bo'ladi. Ko'p vaqtlarda o'qituvchilar haqida yolg'on so'zlamaydi deb o'ylayman. Endi agar siz shularning gapidan bir narsani o'rgangan bo'lsangiz, balki men shuningdan foydalana olishim mumkin. Endi shularning deyishgan gaplardan hammamiz birlikda. Bo'ladi, undaq bo'lsa, ikkisining dialogiga quloq solib baqsaq, balkim texim yaxshi narsalarni bilib, o'quvchilarimizni texim yaxshi yetaklay olamiz deb o'ylayman. Hamsi qani dialogimizni boshlaylik. Murat bilan Farhodning dialogi. Murat, sen o'qituvchilar bilan yumshoq chiqisha olmaysan. Sen qandoq o'qituvchi bo'lsan, chiqishib o'tsan? Farhod, sen qiziq gap qildi ekansan. O'qituvchi degan o'qituvchi. Ular bilan chiqishib o'tishimizning nima jiddi? O'qituvchi deganning hammasi o'xshash. O'xshamaydigan yerlari zot yo'qmi? Yo'q, hammasi o'xshash. Amsa, İdris muallim bilan Tursunjon muallim o'xshashmi? O'xshashku. O'xshamaydigan yer bor desak, ularning birsi paka, birsi egiz shu. Undaq bo'lsa deb baqa, Tursunjon muallimning ochiq yomonmi, İdris muallimningmi? Tursunjon muallimning. Ha, mana o'xshamaydi ekan-ku. Hey, men uni demadim. Voy, amsa ularning qayeri o'xshaydi? Ularning har ikkisi o'quvchilarni ko'zga ilmaydi qara. O'quvchilar bilan do'st bo'lishni faqatli xohlamaydi. Savol so'rasak, shuni tushunmadingmi deb silkishlaydi. Sence o'quvchilar silkishlisi bo'lmanda? Bo'lmaydi. Biz o'qituvchilarni eng yaqin odamimiz deb bizga bilim berdi deb hurmatlab olsak, ular bizga unda qo'polmaymiz, qandoq bo'ldi? Undaq bo'lsa, baqa, sen qaysi muallimni eng yaxshi ko'rsan? Hamma muallimni, biroq ular meni uncha yaxshi ko'rmaydi qara. Muallimlarning seni yumshoq yaxshi ko'rmaydiganligini bilamsan? Bilma, ular men darsda yaxshi emas, natijasi doim sinfning umumiy natijasiga ta'sir ko'rsatadi qaraydi. Amsning yumshoq natijam doim to'yin chiqib qoladi. Shu dars o'tgan muallimlar meni darsga qiziqtira olmayotsa. Voy, sen qanday dars bo'lsa qiziqatding? Ish qilib, qiziq bo'lsa qiziqatdim. Qanday qiziq bo'lsa bo'ladi? Ish qilib qiziq bo'ldi. Ay, sen o'qituvchi bo'lib qolgan bo'lsang, qaysi o'qituvchidek bo'lading? Ha, rost, qaysi o'qituvchidek bo'lsam bo'lar? Men tek buni o'ylab boqmabdiman. İdris muallimdek muallim bo'lsang bo'lamdi. Yo'q, İdris muallim pek yavaş qara. Shu uning darsida bolalarning hammasi voronchilik qilib jim o'tolmaymiz. Undaq bo'lsa, Tursunjon muallimdek muallim bo'lsang bo'lamdi. Texmi bo'lmaydi. Tursunjon muallim hamma bolalarni qo'rqitadi. Men undan qo'rqib, ba'zi so'raydigan savolimni so'ray olmayman. Undaq bo'lsa, tabiat o'qituvchimiz xosiyat muallimdek o'qituvchi bo'la olamsan yo. Yo'q. U kitobni o'qib qo'yiblar, darsni tuzuk o'tmaydi. Men degan herkes undaq o'qituvchi bo'lmayman. Voy, mani, qanday qilding deb so'rab qo'ysam, men bu o'qituvchini yaratmoq o'tirdim-ku. Endi, hey, sen bilan bizchi qanday o'qituvchi bo'lishni o'ylamay, qanday o'quvchi bo'lishni o'ylasak bo'larmikin? Shu, biroq bizning qanday o'quvchi bo'lganligimizni o'qituvchimiz deb bas bo'ladi. Ular har kun davatidi-ku. Degan bilan, voy, gap qilmay to'xtab qolding-ku endi. O'qituvchi qanday bo'lsa, o'quvchi shundoq bo'ldi emasmi? Shu men hozir qanday o'quvchi bo'lishni emas, qanday o'qituvchi bo'lishni bekrak o'ylayapman qara. Do'y, shunda gaping cho'ngda seni. Nima cho'ng gap qildim? Men qanday o'qituvchi bo'lish haqida o'ylanib bo'ldim. Deb baqay, anglab baqay, qanday o'qituvchi bo'lading? Agar men o'qituvchi bo'lsam, oldi bilan bolalar, ularning ota-onalari bilan do'st bo'lgan bo'lardim. Ya'ni-chi,
o'quvchilarimning hammasiga o'xshash muomala qilgan bo'lardim. Voy, hozirgi muallimlar undaq emasmi? Yo'q, undaq emas. Biz muallimlar o'quvchilarning umum ahvolini egilib olib, shunga qarab muomala qildik. Ne, shunday ish bor? Sinuvdan boshqa bo'lg'achqa muallimlarning hammasi sinov o'ydaydi-ku. Undaq desang bo'lmaydi, adash. Men o'zim darsni yaxshi o'rganib, sinfning oldida bo'lib nima tursam, muallimlar dars yaxshi o'quvchilarga albatta o'ydaydi-da. Shundoqmi? Albatta, muallimlar seni ish ko'rmaydi, adash. Sen darsdan tirishib o'rganib, har qaysi jihatlardan yaxshi bo'lsanglar, shu emasmi? Bugun sinovga dars o'rganaman deb kelib, qo'rqib tushib ketibdik. Hey, meningmish ig'zimizga. Kelaman sen oldi bilan matematika darsini tushuntirib qo'yay. Ma'qul adash. Sen cho'qim dars yaxshi o'quvchi bo'la olaysan. Rahmat sana. Sen menga yordam qilsanglar, men cho'qim sana o'xshash sinfdagi yaxshi o'quvchilar qatoridan o'rin ola oladiganligimga ishonaman. Siz oddiy odam, olamda kayri ko'ksiniz, siz buyuklik taxtida tanho muhtaram. Kechirgach beshingiz Sevimli do'stlar, bu hikoya Ahmadjon Qurbon Sabrining Bog'van buvam nomli bolalar hikoyalar to'plamidan ilindi. Kelarki sondagi asl mazmunlar sizlarni kutmoqda. Xayr xo'sh, omon bo'lg'aysizlar. Hikmatni shu do'stda ko'zingiz to'yumog'icha bu olam go'zallik omisiga bu olam solchilik maydon bu olam go'zallik omisiga bu olam solchilik maydon bu olam solchilik maydon